Arsenalni shu Ronaldo bilan bitta maydonda to'p surganimiz biz uchun eng katta orzu edi va orzuyimiz amalga oshganidan xursandmiz. Endi ko'p narsalar xotira bo'lib qoladi. Portugaliya, Kolumbiya va Kongoga qarshi o'yin uchun ko'p esda qolarli momentlar ko'p bo'lib qoladi va Arsenalni shu Ronaldo bilan bitta maydonda to'p surganimiz biz uchun eng katta orzu edi va orzuyimiz amalga oshganidan xursandmiz. Doston aka, nima uchun bilmadim, lekin bugun juda omadsiz kun bo'ldi. 1 marta, 2 marta, 3 marta, 4 marta, 5 marta Eronning sodda ammo mag'rur xalqini yuziga ancha tanaffusdan so'ng kulgu taqdim etmoqchi edik. Aslida eronliklar bundan ko'prog'iga loyiq. Bugun borimizni berdik. Ishoning, bugun o'lib ketishga tayyor holda jangga kirdik. Musobaqaga qadar hech kimdan hech narsa so'ramadik. Bizni kechiring. Faqat uzr so'ray olaman xolos. Bugungi holat har bir futbolchi uchun uyatli bo'ldi. Biz juda yaxshi o'ynadik. Mana o'tkazib yubordik, to'g'risi bilmadim. Sizlar eng yaxshisiga loyiqsiz. Umid qilaman, keyingi bosqichga yo'l olamiz va bu orqali yarador yuragingizga ozgina bo'lsa-da xursandchilik olib kirishga umid qilamiz.